Xudo xolasa mashina tayyor bo'ldi akalar. Esinglarda bo'lsa, lentaga ham qo'ydik buni. Yurmay kelgan holatda motor qisib qolgan ekan. Istoriyada ham shatunlarini ko'rsatdik. Xo'p, nima qildik? 0 dan 100 gacha motor o'tib ketdi. Valalishdi, gilzalar, shlipovka, galovkasiga tegmadik, sababi o'zimiz qilib bergan ekanmiz oldin. Mana galovkani ishlashi holati, xudo xolasa yaxshi holatda turibdi. Galovkada problema yo'q qisqasi. Mashinani yurish-turishi, mana galovkada problema yo'qligini bunday bilsanglar ham bo'ladi-yu. Voy gulujitirinkani. Bir xil ishlar. Yurishlari hamma yo'g'i go'zal akalar. Mashinamizni bosib o'tgani 218 ming kilometr ekan. Hali istoriya qo'yganimda yurgani qancha esimda yo'q desam, bitta ukamiz yozibdi kilometrini. Mana shu kilometr. To'g'ri ekan. Endi egalari shekilli ukalarim mashinalar tayyor, go'zal.